Alloh taolo Qur'oni Karimda Tavba surasida, endi Tavba surasining keyingi nomi Foziha, ya'ni sharmanda qilguvchi, munofiqlarning holini Alloh aytadi. Munofiqlarning o'zaro munosabatlarini aytadi. Ya'ni chirkin va jirkanch o'tkinchi munosabatlar ustiga qo'yilgan dunyolarni aytadi-yu, mo'min musulmonlarni keyin zikr qiladi. Al-mu'minuna val mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar va yuqimuna as-salah va yu'tuna az-zakah va yuti'una Alloha va rasulahu ulaika sayarhamuhumulloh innalloha azizun hakim. Tavba surasida Alloh taolo marhamat qilib, mu'min va mu'minalar bir-biriga do'stdir. Al-mu'minuna val mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya'ni mu'min mu'mina bir-biriga nihoyatda do'sti sodiqdir. Mu'min mu'minalar bir-birlariga do'stdir, qadrdondir, birodardir. Ular do'stliklaridan o'zlariga ilingan narsani boshqaga ham ilinadilar. Ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar. Yaxshilikka chorlaydilar, yomonlikdan qaytaradilar. Demak, ularning bir-birlari bilan g'oyaviy munosabatlari shu. Amru ma'ruf qiladilar, nahiy munkar qiladilar. Va yuqimuna as-solah, namoz o'qiydilar. Va yu'tuna az-zakah, zakotlarni beradilar. Demak, ularning ilm, e'tiqod bilan amallari bir xil, uyg'un yuradi. Ular amru ma'ruf nahiy munkar qiladilar, dilda yaxshilik ilinadilar, yaxshilikka yuradilar. Ammo o'zlari namoz o'qib, zakot beradilar. Ana shunday agar til bilan dil, amal uyg'un bo'lsa, iqtisodiy holat bilan, ijtimoiy holat bilan, shaxsiy holat uyg'un bo'lsa, ana shunda mukammal mu'min bo'ladi. Ular amru ma'ruf qiladilar, nahiy munkar qiladilar, namozlarini o'qib, zakotlarini beradilar. Boshqa barcha hayotlarida va yuti'unalloha va rasulahu, Alloh va uning rasuliga itoat qiladilar. Oyatda ulaik, ana shunday ulug'vor odamlarni sayarhamuhumulloh, Alloh marhamatidan nasibador qiladi. Sin bu yerga arab tilida sinu tanfis deyiladi. Ya'ni tezda, muddatsiz, shak shubhasiz Alloh taolo marhamatiga ularni albatta loyiq qiladi. Marhamatiga Alloh taolo ularni bahramand qiladi. Alloh kuch-qudrat va ilm va hikmat sohibi axir deb Parvardigor olam marhamat qiladi. Alloh taolo hammamizni chin musulmonlardan qilsin. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan so'rashgan ekan. Hazrat Rasulullohdan so'raydilar. Bu hadisni Buxoriy rivoyat qilganlar. Qila ya Rasululloh, ayyul a'mali afdal? Qala as-salatu ala vaqtiha. Ya Rasululloh, amallarning afzali qaysi? Payg'ambar alayhissalom aytdilar, vaqtida o'qilgan namoz. Vaqtida o'qilgan namoz amallarning eng afzalidir deb Hazrat Rasuli akram alayhissalatu vassalom marhamat qiladilar.